Sınıf Alişer, yaşam usulüyle, fazla sayı sözler yapıyorum ben. Benim ilk şey, benim ilk şey, güçlü karşı, parmağın başı, parmağın işlerine, farklı olan bir şey var. Çok şıklı olması değil. Dorfanın başı, mesela Dorfan'a 10 yılda aşıp öz Dorfan'a yürüdü. Ahırga 2 yılda, 2 yıl ağır Dorfan'da yoğdu. Ağırda grantlarla karşı, grant işte Bu ben işte yani zavod temizleyen işlememiz fakat o. Hop, bizlarni ishxonamiz haqida ma'lumot berganmiz. Sizni ish bilan shug'ullanan vazifalarimiz bor. to'liq egamasman, qisqacha. Bizlarni ishxonani asosiy qiladigan ishi GXP standartlari yuzasidan inspeksiya o'tkazishi. GXP standartlari deganda nima tushundim? Shu doriga aloqador bo'lgan barcha jarayonlar, dori ishlab chiqarish, saqlash, qanday qilishga, keyin tadqiqotlar o'tkazishga bog'liq bo'lgan hamma jarayonlarni GXP bilan hisoblovchi standart. Ishlab chiqarish to'g'risida bu bir nechta standart keltiriladi. Shu standartlar sanab beramiz. Qaysi bosqichda qaysi standart bo'ladi? GXP'ni standartlari aniq ketma-ketlikni rostini aytsam bilmayman.
ishlab chiqarish standarti bu e, GMP, undan keyin GDP, GCP, GPP va Ho'p, ana dorixonada ishlaganman o'zingiz. Shu sanab o'tgan standartlaringizdan qaysi biri dorixonaga qo'llanadi? GPP. Xabarlar nimani iborat? GPP talablari GPPni talablari dorixonadagi talablari shu farmatsevtlar tomonidan aholiga ko'rsatiladigan farmatsevtik xizmatlarni yaxshi va dorixonada bo'ladigan barcha kundalik ishlarni tartibga soladigan Asosan buradagi e'tibor qaratadi. dorini to'g'ri saqlanishi, dorixonada xonalarni va muzlatgichlarni graduslarni to'g'ri bo'lishi, tozalikka rioya qilinishi, xonalarni joylashuvi to'g'ri bo'lishi, kvadraturasi to'g'ri bo'lishi. Savol. Validatsiya tushunchasi haqida sizga Ho'p, inspeksiya o'qilish tartibi. inspeksiya o'tkazish Dorixonada GDP standarti asosida inspeksiya o'qiladi. Hozir asosiy vazifalardan bittasi shu. Tanlash zarur tashkilotni nizomi bor. Inspeksiya qilish bo'yicha. Shu nizom bo'yicha. ketma-ketlikda aytib berishim kerak emas. Savol bor, o'sha keltirilgan xabar bor. Men bunda boshqacha savol beraman. Inspektor dorixonaga kelganda inspektorni o'zi sizni tushunchangiz bo'yicha qanaqa olib borilishi? Inspektor qanaqa ishlashi? Inspektor qanday ishlashi kerak? Inspektor birinchidan o'z vazifasiga professional yo'nalish kerak bo'ladi va qonun hujjatlarida ko'rsatilgandek ishlarni olib borish kerak deb men o'ylayman. GPP standartida saniy inspeksiya o'z-o'zini nazorat qilish tushuncha bosh standart. Shu tushuncha Bu saniy inspeksiya bu dorixonaning o'zini ichki nizom hisoblanadi. Bu dorixonalarda endi o'zini o'zi tekshirish shunday standarti bo'yicha qanaqa o'ralarda tekshirilishi kerak? Tekshirganda nimaga e'tibor dorilarni saqlanishiga, sroklariga. Tekkalarda soklar bor, o'zbekchada soch deyiladi. Shunda vaqtincha ko'rinishda bo'ladi. Nimalarni o'z ichiga olgan? Sochlar bu dorixonada bo'lish
Dorixonada farmatsevtlar xizmat ko'rsatishdan tortib, dorixona shu GPP standartiga bog'liq bo'lgan barcha jarayonlarda jarayonlarni tartibga solib, hujjatlar to'pladi. o'zi hozir qanaqa ko'rinishi to'liq olingan bahslar qisqartirilgan. Olingan o'z strukturasi nimalardan qanaqa qismlardan iborat? Muomala boshlangan misol. Sog'liq. Bizda spetsifikalarga aptekalarda ishlab chiqaruvchi korxonalarda farmatsevtika kompaniya tizimi ham bor. Sizlarga misol holatda o'zingizni aptekangizni tekshiradigan bo'lsangiz, qanaqa harakat qilasiz? Kimga bilan tekshirasiz? Inspektor Inspektor o'zimni dorixonamga men u tekshirishimni avvaldan bilmayman. Dorixona bilasiz, misol uchun shu holatda qanaqa harakat? foydada ko'rsatilganday harakat qilaman, hech qanday privilegiyalarsiz. Inspektor vazifasi qanday bo'lsa, qanday bajarilishi kerak bo'lsa, shuni bajaraman. Hech qanday meni aptekam unda kerak degan tushuncha bo'lmaydi. Hatto hol xatolar u kechirilmas xatolar hisoblanadi deb hisoblayman. Arzimagan xatolarga endi uni to'g'irlashda iloji bor xatolarga. Unga baribir tushuncha berib, xatosini aytib, to'g'ri joyda to'g'riladi deyish joyda to'g'riladi. Agar xato bo'lsa, unda boshqa ta'minotga boshqa majbur Bizda inspeksiya bilan chet elda ham amalga boshlaydi. Endi chet elga chiqishda sizda sharoit bormi? Bir safar bo'lsa, chet elga chiqilgan bizdan asosan ishlab chiqaruvchilar. Aptekani tekshirish ancha oson, ishlab chiqarish bu eng qiyin tekshiruvlardan ishlab chiqarish qiyin. Ishlab chiqarish amaliyoti standart bo'ladi. Bu juda ancha qo'rqinch standart. Bu standart bilan barcha tanishmasi va qismlarga borliqligini bilamiz. Hozir sizda shunda o'zingiz aptekangiz bor. yo'q, hozircha u apteka уже faoliyat ko'rsatmayapti. O'zimni aptekam Grand Farmda ishlayapman. Boshqa o'zingizni diplomingizga biriktirilgan apteka bormi? Yana savollar bormi? Savollar bo'lmasa sizga rahmat kelganingiz uchun. Biza hozir qolgan nomzodlarga ko'rib chiqardik. Komissiya a'zosi sizni javoblaringizdan kelib chiqib o'zini yaratiga bahosini qo'yadi va shu baholarni o'rtachasi kimniki yuqori bo'lsa, shuni biz ichiga qabul qilamiz. Agar shu xodim siz bo'ladigan bo'lsangiz, sizga telefon qilib xabar beramiz. Shunda komissiya a'zolariga nisbatan qanaqa bo'lishi kerakli? Azizlar, bizlarga o'zi ro'yxatni qo'ydi. Ma'lumotlar oylik Toshkent municipal institutida bitirganlar stajlari bilan va undan oshdi. Oldingi yilgi boshlanadi.
Xo'sh, ancha уже inspeksiyalarga chiqib o'rganib qolgansiz. Lekin sizdan bularni savol javobni bo'lak taklifingizga bo'ladi. Hozir bizada YouTube'da ham ketyapti, zavodlarda ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozir qisqacha o'zingizda gapirib bersangiz, o'sha ishlarga stajlar uchun. 2017 yil institutlarga shu elektron ishlab chiqarish ishga qamoqlimi. 2024 yilgacha 2024 yildan buyon bizlar Ro'maniya markazida sektor boshqarmasida yetakchi mutaxassis lavozimida faoliyat yo'q. Shunda harbiy bakalavr Yo'q, kimyo texnologiyalar Ho'p, buni savol. inspeksiyani boshlashdan oldin nimaga kirishasiz? Nimadan boshlaysiz? Birinchi bo'lib byuroni korxonalarni tanishtiramiz. Keyin dastur o'sha tasdiqlangan dastur bo'yicha ish olib boramiz. Ya'ni hududlarni ko'zdan kechirib chiqamiz. Hududlardan keyin chiqamiz. Xulosa qismini inspeksiya faoliyat bo'yicha u ish kunida hisobot bo'lishni ko'pchilik ovozdan rahbariyat oldidan ham o'tirib bo'lmasa manfaatli to'qnashuv bo'lgan holat bo'lishi mumkin. Qarama qarshi bo'ladigan bo'lsa, o'zini keltirib siz o'zingiz kelib turadigan bo'lsangiz, ko'proq baribir standartga yondashish kerak. Standartda to'g'ri kelmaydigan holat bo'ladigan bo'lsa, sizni fikringiz men noto'g'ri bo'lgan bo'lsa ham baribir standart inspeksiya orqali aniqlansa, sog'liqqa kiritiladimi? Farmatsevtik inspeksiya sog'liqni kiritadi. Agar farmatsevtik inspeksiya jarayonida u nomliqliklarni korxona tomonidan bartaraf etilsa, inspeksiya yakuniga qadar bartaraf etiladigan bo'lsa, u hisoblanadi. O'ta jiddiy bo'lmagan, jiddiy, o'ta jiddiy nomliqlik kategoriyasi bo'lmaydi. Ma'lumot bera olasiz? Jiddiy bo'lmagan Jiddiy bo'lmagan dorini sifatiga ta'sir ko'rsatmaydi, lekin uni bartaraf etish sifat tizimida yanada yaxshiroq ishlashiga xizmat ko'rsatadi. Jiddiy nomliqlik bu dori vositasini sifatiga ta'sir ko'rsatuvchi bo'lgan zarur talablarga mos kelmaydigan nomliqlik. O'ta jiddiy nomliqlik bu dori vositasi muomalasi jarayonida inson salomatligiga xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan zarur standartlariga mos kelmaydigan nomliqlik. Inspeksiya jarayoni nizomi qaysi hujjatga asosan? 788. Qaror nima haqida? Farmatsevtik inspeksiyani tashkil etish bo'yicha Kim tomonidan? Vazirlar Mahkamasi. Hop, mana shu GXP standartlarini deb aytamiz. Shuni nima ketdiydi va nima standartlar o'z ichiga olishi bilan qaysi bosqichda dorilar vositalar tayyor siklda qaysi bosqichda qaysi standart qo'llanilishi bo'yicha GXP bu birinchi navbatda
yaratishdan shu laboratoriya sinovlar bilan o'tkazishdan boshlandi. Klinik klinik oldi tadqiqotlarni GMP yaxshi ishlab chiqarish mumkin. GMP saqlash GSP GCP GPP Öncelikle boş GDP, ikincisi GDP oxirgi o'sha GDP bilan hozir qo'llash borligi bor. Tashkilotda bir yilga yaqin ishlab tashkilot qachon, qaysi hujjat asosida tashkil etilgan, eng asosiy vazifalari nima? bizlarni tashkilot 2021-yil Vazirlar Mahkamasi 486 qaroriga tashkil etilgan. Bizlarni asosiy maqsad GXP'ni asosiy maqsadi bu aholini sifatli dorivor san'atini ta'minlash. San'atga rioya aholini. Buni ta'minlash uchun bizning tomonidan ishlarimiz boshlanadi. Siz tomonidan har bitta soha qo'llaniladigan sohasi dori ishlab chiqarishdan boshlab to iste'molchiga borgungacha bo'lgan jarayonni ta'minlab bo'lgan standartlar asosida biz farmatsevtik inspeksiya o'tkazamiz. O'sha standartlarga javob bergan korxonalarga sertifikatni beramiz. U sertifikatni amal qilish mobaynida va inspeksiya nazoratlarini yilda bir martadan kam bo'lgan korxonada Bizda karantin degan tushuncha bor. karantin muomalasida kelajagi so'roq ostida bo'lib turgan dori vositalarini alohida samarali yo'llar bilan izolyatsiya qilib alohida ajratib qo'ygan holatda Bu kelajakga aniq bo'lmagan biz kelajagi va karantinga turgan dori vositasi nima bo'lishi mumkin? kelishi mumkin yoki realizatsiyaga chiqib ketishi mumkin bo'lgan holatlarda Bu nimadan kelib chiqdi? qanaqadir dori vositasi kelgandan keyin uni qabul effekti bo'ldi karantin hududida saqlanib turiladi toki uni laboratoriya tegishli organlar uni kelajakda oydinlik kiritadi. Agar u birak qanaqadir o'sha doridan shunaqa narsa bo'ladigan bo'lsa u birakga ketadi yo boshqa narsalar dori qatnashmagan bo'lsa u realizatsiyaga chiqadi. Shunda karantin hududi faqat dori mahsuloti saqlanadi, tayyor dori mahsuloti Dori vositalari yo'q. Agar zavod bo'lsa, zavod bo'lsa zavodda karantinga qo'yiladi uni to sertifikatlashtirish bosqichi yakuniga yetgunga faqat tayyor dori vositasi qo'yiladi. yo'q xomashyo olgan zavodda ikkilamchi tozalash mahsulotlarini karantin hududida Validatsiya, modifikatsiya degan. validatsiya bu usullar jihoz jarayonlar kutilayotgan natijalarni berishni isbot qiluvchi hujjatlashtirgan tizim. Kvalifikatsiya xuddi shu talabga uskunaga nisbatan qo'llanadigan hujjat. Inspeksiya borayotganda inspektorlarda davlat hujjati bo'lishi kerak. Inspektor ochilgan inspeksiya protsessi inspeksiyaga borayotganda inspeksiyani dasturi olinadi. Dastur korxonaga bo'ladi. Dastur bilan boriladi. Dastur bilan korxonaga tanishtiriladi. Buyruq bilan tanishtiriladi. Dastur kerak bo'lsa shu korxona bilan korxona ma'lumotlar vaqtida qanaqa bo'lgan avtomobil dasturda boshida avtomobilni ko'rsatib hududli ko'riladi. Ko'rgandan keyin soch hujjatlari bilan amaldagi jarayonlar soch hujjatlari bilan mos yoki mos kelyapti o'sha bilan tekshirib chiqiladi. Yakuniy qism bo'ladi. O'sha aniqlangan ma'lumot beriladi, korxonaga asosiy qilinadi.
orada bartaraf etilganlarni hisobotga ilovasiga olib ketiladi. Yopilishda nima ma'lumot deydi? Yopilishda bu nomaqbullarni oзвучить qilinadi, keyin hisobot rasmiylashtirish muddatlarini aytiladi. Muddatni belirlab olishga uch kundan rasmiylashtirish. Ta'lim inspektori 10 ish kunini hisobot qilish. Nomaqbul aniqlangan bo'lsa, 3 kunni sertifikat rasmiylashtirish. Yozda Hisobot kundan boshlab 3 ish kunni sertifikat rasmiylashtirish. Komissiya a'zosini qaror qo'yadi, qo'yadi, qolgan ma'lumotlarni qizlardan keyin yuqori baxt bo'lgan bo'lsa, ularni ishga qabul qilinadi. Agar yuqori baxt o'rganadi, ta'sir bo'lmagan bo'lsa, egallab qo'ygan lavozimni tasdiqlanadi. Komissiya a'zolariga Sport natijalari bo'yicha ko'rsatuvchi xatolar uchun qo'yilgan. Ravshan o'g'li Toshkent farmatsevtika instituti tomonidan mutaxassisliklar bo'yicha farmatsiya stajlari 2 yil. Aziz Farhodnoy chegarasi borligida nechilarga bo'lishi kerak? APM partnership distributorda menejer bo'lib ishlagan. O'qishga oliy bilimga ishga topshirib Savollar. mana inspeksiyalarni qilishlari jiddiy muammo. Bu inson hayotiga avtoturarli GXP talablariga mos kelmaydigan muammo. Bu holat aniqlansa, savollar aksiyasida baribir bartaraf etish mumkin. Bartaraf etish bo'yicha ularni hujjatlariga urug'lari hujjati bo'yicha nima chora tadbirlar ko'rishi bo'yicha korxonaga tushuntiramiz. Keyin o'ylab chiqib hujjatlar bo'yicha korxonaga olamiz. Nima chora tadbirlar ko'rish. Har holatlar bo'lishi mumkin. 85 qaror asosida o'zlari ichki tartibda bo'lgan asosida eshittirib tabiiyni solishi mumkin yoki mushtashani bo'lishi mumkin. Bu hujjatda keltirib yozib qo'ygan. Bartaraf etish iloji bo'lmasa qanaqa chora ko'ramiz? Bartaraf etish bo'lmasa bizlar hisobotimizni yozamiz. Hisobotda ular agar ta'lim inspeksiya bo'ladigan bo'lsa, ular 90 ish kunida
nomaqbul bartaraf etish bo'yicha ularga yoziladi. Shu to'g'ri ish kunida hujjatiga muvofiq ular holatlarga kirish kerak. Ya'ni tuzatuvchi oldin bo'yicha coverage tuzatilib, xizmatga ketadi. Xizmatga ketgandan keyin ular shu hujjatiga asosan chora-tadbirlar ko'rish kerak bo'ladi. To'xtov uylar o'tib ketmasa-chi, to'xtov uylar o'tib ketib qoladigan bo'lsa, ular yana qo'shimcha audit tarifasida biz markazga kiritish mumkin. Shunda hujjatini shu aholini ko'rib chiqqan holda bir oy qo'shimcha berilishi mumkin. Muvaffaq emas deb topiladi, bartaraf etiladi. Fakat bo'yicha yani bu sertifikatlaştırılır. İnspeksiya nazorati bu sertifikatsiyasi mobaynida nazorat yani project inspeksiya organida GDP'de kelgan qonun o'rganishlar topiladi. İş günü sabah verildi. İş günü geçmeyen halde sabah verilmedi. Eğer icari bölümünde icari sertifikat 3 iş günü rasmileştirildi. Eğer inspeksiya nazorati bo'ladigan bo'lsa, bularga taqvimiga 5 ish kunida sabab rasmiylashtiriladi. Agar hafta bo'ladigan bo'lsa, unga 3 kundan kechikmagan ijobiy va sertifikat olingan bo'lgan yoki cho'zdirish yoki rad etish bo'yicha 738 nizomga muvofiq 25 marta yozib qo'ygan qaror qabul qilish bo'yicha shunga chora ko'riladi. 25 marta davom etish bo'yicha. Besh ish kun. Avvalda 5 ish kunni hisoblab beramiz. 2 ish kunni bo'lganlar 30 ish kun. ularni o'z nazoratiga boshqaradi. Inspektor o'z nazoratiga olib, kechikmagan muddatdan chiqmagan topilmagan отчетini ya'ni hisobotini taqdim etish kerak. Agar korxona uzoqda joylashgan bo'lsa, elektron shakllarda yuborsalar bo'ladi. Agar korxona yaqinda bo'lsa, bog'lanib turib rasmiylashtirib topshirish kerak. Stresi bardoshli suratlariga qo'yish kerak. İşte özgürlüğü şimdi işte kabul etmiştir. Sürekli uygun hatta düşüncem ise işten gelip ortaya çıkardı. İşte çalışma hazırlığı işte uygulayıcıların başkalarının Orta şubelerde sorumluluğunu Rado markasi qaysi hujjatga asosan qachon tashkil etilgan va asosiy vazifalar bo'ladi? merkez Prezident farmoni bo'yicha birlikte hujjat taqdim 2022 nizom bo'yicha politsiyachi inspektor o'tkazishi belgilangan. 2022 yil
yilda Zor inspeksiyon qilish bo'yicha shu nizolarda tasdiqlangan bosh tuzatilamiz. Viruslardan oltinchi sonli bo'lib qarashmoqda 2020 yil 3-avgustda Asosiy vazifalar nimalarga bor? asosiy vazifalari O'zbekiston shu fuqarolarini sifatli va sifatli dori vositalarini ta'minlash bizning maqsadimiz. Ya'ni shu holatni sifatli va albatta inson hayotiga Siz prezident farmoniga e'tiborga asosan jadallashtirish etdingiz. Shu hujjatga asosan GXP talablarini joriy qilish muddatlari belgilangan. Shunday bo'yicha bera olasizmi, qaysi standart qachon va kim uchun majburiy sertifikatlashtirishi kerak? mavjud bo'yicha qaysi standart Misol uchun mana bir nechta standart GDP hammasini farqli muddatlar. Va bu standart bo'yicha kimlarga taalluqli va muddatlari qachon majburiy sertifikatlantirilish so'nggi muddatlari qachon belgilangan. ko'p tarmoqlilarga GPP doirasida bo'lsa, ko'p tarmoqli aptekalar, ya'ni dorixonalarga 2025 yil 1-yanvarga qadar muddat belgilangan. Yoki tartibdagi dorixonalarga 2026 yil 1-yanvarga qadar muddat belgilangan. Distribyutorlarga, ya'ni shu optik aptekalarga 2025 yil 1-yanvarga qadar belgilangan. Hozir 2023 yil 1-yanvarga qadar Birinchi yanvar bo'lgan. Prezident farmoniga nimalarimiz va voqesiz birinchi belgilangan. 6 oy vaqt berilgan, 1-iyulda ungacha cho'zilgan. Qolgan standartlar GCP, GLP, GMP, GCP 20-prezident farmonining 20-sonli farmoniga asosan 2026-yilga qadar GSP mumkins. GCP klinikada qo'yilgan. klinikalar bo'limlari 2025 yil juda olgan yanvarga chiqib ularni o'qib qo'yishi shart bo'ladi. Siz GCPga asosan inspeksiya qaysi holatlarda to'xtatilishi mumkin va korxonaga rad javobi berilishi mumkin? farmatsevtik inspeksiya topilishi mumkin agar korxonaga inspektorlarga tashrif buyurganda qanday eshigini ochmaydigan bo'lsa, ya'ni bu yerda inspektorlarga ayon bo'lmasa, eshikni ortida nima qo'yildi, shu holatlarda dalol qilib qo'yildi. Agar sertifikat amal qilish muddatida ularga cheklanish bo'lsa, ma'lumot o'zgarsa yoki bino joylashuvi, rekonstruksiya bo'ladigan bo'lsa, shu vaqtlarda sertifikat sud orqali to'xtatilishi mumkin. Hali sertifikati bo'lmasa, sertifikat olmoqchi, keldik, inspektorga tekshiryapti. Qaysi hollarda inspeksiya to'xtatiladi va qaysi hollarda ularga rad javob beradi? Sertifikat berishdan farmatsevtik inspeksiya o'tkazilayotgan vaqtda korxona tomonidan sifat tizimiga oid, ya'ni hujjatlashtirish tizimiga oid shu aytaylik
ular hujjatiga to'g'ri, ya'ni ma'lum ko'rsatilgan xonalar joylashtirilgan dori vositasini ko'rsatilgan bo'lsa, ular bartaraf etish uchun 92 kun beriladi. Shu 92 kunida bartaraf etmasa, ya'ni haqida yozuvchilar xizmatga ular to'g'ri bartaraf etmasa, shunda sertifikat qo'yilgan. Sertifikatni rad etish bo'yicha qaror qabul qilishi mumkin. Qaysi hollarda shu guvohlarni berilmasdan sразу inspeksiya mobaynida o'zida rad etsa bo'ladi? O'zi shunaqa holat bormi? Va bu bo'lsa agar qanaqa holatda shuni qilish Holatda agar jiddiy talablarga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, xususiy dorixona bo'ladigan bo'lsa, xususiy dorixona qanday bir tavazzuh hududida joylashgan bo'lsa, shuni mutlaqo qilishi lozim. Ikkinchisi, agar kerakli jihozlarni sifat qilinadigan to'liq javob bermaydigan bizda kartирование tushunchasi bor. Kartирование nima? Xaritalashda bu kartinaning xaritalash deyiladi. Xaritalashda ya'ni bitta xaritalash hududini issiq yoki sovuq hududlarni belgilaydi. Kartinaga bu shu ommaviy bu kartinaga xaritalash deyiladi. Bu xaritalashda omborda, ya'ni haroratlar namlik bo'yicha cheklanish bo'yicha aniqlash maqsadida, ya'ni hujjatlashtirish tizimiga kiritish uchun qaysi tochkasida qaysi issiq yoki sovuq joylarni belgilab, bir hafta 9 kungacha ular haykalash o'tkazishi mumkin. Ya'ni qayerda cheklanish bo'ladi, qaysi joyda sovuq nuqtasini belgilagan holda, qay tarzda dori vositalariga xavf tug'dirishi bo'lgan nuqtalar belgilanadi. Xaritalashda qanaqadir o'tkazilishi kerak bo'lgan guvohlari bor. Xaritalashda o'tkazilish vaqti ularni hujjatga kelib chiqib o'zlari belgilashadi. Qishki mavsumda, yozgi mavsumda o'tkazilishi mumkin. Hujjatiga olib o'zlari belgilab qo'yadi. Hozir sizga bergan savollarni komissiya a'zosi o'zini bahosini qo'yadi sizga va qolgan ma'lumotlarni topshirgandan keyin komissiya a'zolariga e'tirozlaringiz yo'qmi? Departament Muzaffer Mansurovich, oliy Toshkent xonasida professorlardan bizi sohada stajlari 20 yil davomida olishdi. Muzaffer aka, sizlar o'zlaringizni faoliyatingizni olib kelyapsizlar. Tanishsiz. Hozir bizada komissiya a'zolari mas'ul bo'lishi uchun 20 yillik ish stajini egallash haqida ishlagan Kim 7 yildan 2018 yilgacha dori-darmon
eksenin kampanyasına bağlı olarak 19. yıl 2022 yılında örgütler bağlı tanımlar toplantıları volümü sağlam volümü şeyini 2022'den 2023 geçen 2023 bağlı o So istihdamı bölümlerinde müdahaleler kayseri vakti dokunuyor. hiçbir şeyden sonra siyasi mutlaka çok zor kendi bu yüzden çok kötü beşinci bölümde sonra Onların hiçbirisi o ciddi faaliyetlerinde bulunması isteksiz avantıda, isteksiz avantıda, ciddi faaliyetlerinde bulunması ve ceset arkadaşları sınav yetiştirme gelişi kullanmak. Evet. Artık GXP qaysi dori vositasini hayotning sikliga qaysi jarayonlarga ta'minlab beramiz GXP? maqsadi o'zi asosan aholiga sifatli va bezararli dori vositasini ta'minlash. Ishlab chiqaruvchi asosiy vazifasi ishlab chiqaruvchidan bozor savdo sotiqi va uni yakuniy shu tugallangan holatigacha bo'lgan nazorat hisoblanadi. Masalan, GXP degani X o'rniga qaysi bir harflarni qo'yib ketma-ketligi bormi sizda? Masalan, sanaylar olisizmi? Yaxshi ishlab chiqarish yaxshi yaxshi taqish yaxshi Endi bor. hozirgi kunda shu
Ciri yang yang Ini yang sudah setengah. Jadi masalah ini syaksnya ada masalah terus. Masuk şahsi, masuk şahs, asosan şu hücretler boyunca ve doğrudan ispat boyunca masuk şahs olmalı değil, yani bir şey standartlar içinde de olan başka bir şey. Yani doğrudan bir şey bunu bir cerrahın başka bir şey için masuk şahs olmalı. Hücret başlaşan doğrudan bir moddan ürünün doğru yönlendir. Doğrudan bir ürün doğrudan yazılır. Çekirdeği ülkesini götürdü. Çekirdeği keriz doğru. Doğrusunuz. Doğru konuda kelganda shu narsasi o'zgardi. Asosiy nimaligini muvaffaqiyat. Bizning maqsadimiz doğrudan kelganimiz inspeksiya bir maqsadda sifat tizimi bo'yicha o'zi ko'rib chiqarganimizda o'sha korxona bilan tanishib xodimlarni tanishib общий ta'minotni doğrudan kelganimizda o'zimizni tanishtirib qaysi korxonaga kelganimiz maqsadimiz qaysi muddatda o'tishimiz o'zimizga bilgimiz asosida kelganimiz bo'lsa tanishtirib maqsadimizni tanishtirib hammasiga tanishtirib va hujjat standart hujjat tanishtirib Yuzasidan nimaligi muvaffaqiyat. Orada birbiriga o'zini bog'lanib ishlaydi. Asosan biz sifat bo'yicha holatni ko'rib chiqamiz. Saqlash qarori xonadonlarni dori vositalari yoki tibbiy buyumlarni saqlash holatini ko'rib chiqamiz asosan. Xonadonning bir-biriga bog'liqligi xonadonlarda mahsulotlar to'g'ri saqlanayotgan To'g'ri saqlanib o'tganligini transport baholash. baholash dori vositasini ko'rsatilgan tadoviy ko'rsatilgan holatida ana holatda saqlangan dori vositasini o'zini holati tadoviga havolasi bo'yicha ko'rib chiqadi. To'g'ri sonida saqlanib qo'yilgan o'sha hududda saqlangan saqlash harorati bo'yicha o'sha bo'yicha tanishib chiqamiz.
Não ter o corpo, tá por o fala do corpo. Dorixonalarda server aktivligi. Xaridlar uchun qizlarni qizildi. Dorixonalarda tezlik aktivligi. Hozir man tumanligida hozir işte yararlı bir kullanımı doğru işlemleyen oranını teşhisine varabilir. Kutilgan natijani beruvchi hujjatlashtirishning jarayoni. Aktivlarida o'zi validatsiyalar o'tish kerak bo'lgan, majburiy validatsiyalar o'tish kerak bo'lgan tizim bor. Tizim bor. Majburiy bo'lgan. Ya'ni asosan distributor jarayonida ko'ramiz. Asosan kvalifikatsiya jarayoni ketadi. Kvalifikatsiyaning o'sha asosida validatsiya dorixonada shu paytgacha bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Bu olinayotgan katta ommaxonalardan bo'lsa, hatto to'g'ri kvadrat metrga to'g'ri qo'yilganmi, qo'yilmagan. İşte canım bu havalar tam bir yol değil. Sağlıklı bir varlıkta sağlıklı
Hazır birbirine doğru şartlardan doğrusunda operasyonlardan birbirinden iş maksatları taşıtmaları kanıtlanıyor. Getirlik operasyonlarda yani farmasötik işler karşılaştırılmakta statüslerden bakılış, üniversiteden farmasötik institutları iş bakılıyor. Validação, validação. Müşteriyiz. Validasi, masalan, jarayon validasiyasi bor. Masalan, dori vositasi, muayyan dori vositasini ishlab chiqarish jarayon validasiyasi demoqchimisiz? Shunda qaysi hujjatlar, qanaqa turdagi hujjatlar rasmiylashtiriladi ushbu validatsiya o'tkazish jarayonida? Jarayon validasiyasida asosan birinchi ishlab chiqarmoqchi bo'lgan mahsulotda sanksiyalanadi. Bayonnomalar rasmiylashtiriladi, hujjat bo'ladi. Bayonnomalar keltiriladi, parametrlar keltiriladi. Parametrlarga asosan ishlab chiqarilgandagi hisobotda ishlab chiqarilgandagi natijalar keltiriladi. Natijalar o'sha dori vositasini spetsifikatsiyasiga moslavishda ishlab chiqarilganligini tasdiqlash uchun natijalar yoziladi. Agar dori vositasi moslavishda ishlab chiqarilgan
natija to'g'ri kelsa, begonalar universitetlarning ta'minlari shu jarayon orqali ishlab chiqarilganda shu natijaga erishishlarni maqsadda Asosan nechta serial o'tkazildi? uchta terish ishlab chiqadi. Bitta zavodda bitta mahsulot ekspluatatsiya qilsa, shu serialga natijalarni yoki ikkita dayan qilsa bo'ladi, to'qqizsa. Bu kabi savol. Bittasiga yaxshi bo'ladigan bo'lsa seriyadan, doim bo'ladigan bo'lsa mayliqsa hisoblanadi, mayliqsa bo'lmaydi, shu o'rtasiz. davomida o'zini boshlab tayanib etabada o'zgartirishga boshqa orqali qo'shimcha Qo'shimcha qilinganlar ikkitasi yaxshi bo'ldi, bittasi yomon. Endi to'rtinchisini o'tkazdi. Yaxshi. Yo'q, shunda shuni o'zi yetarli bo'ladimi, boshqacha istak bo'ladi. endi hozir man aytmoqchi bo'lganim masalan tabiiy ishlab chiqarishda sintetika aylantirish kerak, 15 yilda aylantirish kerak. Bu masalan tabiiydan erishishda farqlar bor. Который 20 qoldi. 15 ming pasi grafik ko'payib qoldi. Shunday sabablar topib, test proses izleyince toparlanan proses, izleyin tekrar yani yana bir bakışını kıldı. Üçte kılmış şartlı. Boshqa ishlaysizlar Ho'p, endi уже GMP bo'yicha savol berilmoqda. Mana bu o'zi aytmoqchidim. Уже GMP ga chiqib turgan oddiyroq bo'lgan standartlar emas, mana GMPdan savol berilmoqchilar. GMP standartini o'zi qanaqa hujjat ko'rinishi, qachon tasdiqlanadi? GMP xalqaro bizada birinchi o'sha 2013 yilda tasdiqlangan, qayta 2018 yilda tasdiqlangan bu standartda o'sha asosan yaxshilab chiqarish amaliyotiga o'zini xavfli standartni bandlariga ko'ra o'sha normalar yozilgan. Shu normalarga mos kelishni biz protokolga borib qismlarni boshqarish, qonunlar, deklaratsiya, nazorat qilish, GXP standartlarini sohaga joriy qo'yish, joriy qilish majburiy hujjat. Hujjatga asosan qachondan prezident farmoni 2022 Şimdi bu muddatdaki so'ralgan yoki so'ralmay qolgan? muddatlar shular. Endi so'ralgan muddatlar emas.
birinchi yanvargacha, 2024 yil birinchi yilgacha davomli aktivitalar uchun 2025 birinchi yanvargacha, yangi aktivitalar uchun 2026 Ho'p, hozir videoyozuvlarda kuch qisqa bo'lsa buni bog'lab qo'yadi sizga va o'rtacha ball hisoblanadi. Ilk qolgan ma'lumotlardan olingan javoblardan kuch qo'yilgan ballarni o'rtacha hisoblanib, kimning yuqori bo'lsa shu olinadi. Agar shu olimlardan biz nima deysiz, komissiya a'zolarining faoliyati yo'lida savollarni Sualning hujjati bo'yicha uch tizimga javob beramiz. Komissiya a'zolari tarkibiga Davlat byudjet inspektorlari boshqarmasi yetakchi mutaxassis lavozimiga berilgan hujjatlar 11 nomzod o'tgan malaka talabi bo'yicha saralash bosqichidan sizlarning 5tasi ishtirok etishda qolgan 6tasidan 3tasi bizga ochiq tanlovga qadar qabul qilingan Fahor, Ermatov va Qandirboyevlar ishlik zamonaviy ko'ra safarga yuborilishgan. Shu sababli hozirgi etapda ishtirok etish olmagan inobatga oshirmas bo'lgan va qolgan fuqarolar besabab ishtirok etishga kelishmadi. Birinchi toifalarga kelib tushgan hujjatlardan 3ta fuqarolik o'tgan malaka talabi bo'yicha shunday ham ikkitasi Jumaboyev va Sobirov kelishmagan vakil bergan suhbatga taklif qilamiz. Norboboyev ham shunda kelmagan. Kelmadi. Bularga bog'lanib ketilganmi? Xabar berilganmi? Keyin birinchi toifadagi kimlar kelmadi dedingiz? Sobirovmi? Bizlar tartibimizni pochta orqali qabul qilamiz va o'sha qabul qilgan pochtamizga javob beramiz. Значит, bitta Xorazmga mansub qilibdi. Ikkitasi ishlatilgan. Mansur Masharovich ma'lumotlar olamiz, mutaxassislar farmatsiya yo'nalishli stajlari o'tgan. Xo'p. Bizlarni bundan oldingi kirgan, bizlarda faoliyat ko'rsatgan xodimlarimiz kabi sizlarning oldimizda birlamchi bosqichlarga o'tgansiz, suhbatlarga o'tgansiz, o'sha bergan javoblaringiz yaxshi bo'lganligi uchun ochiq tanlovga qadar o'tishga qabul qilganmiz va mana o'sha ochiq tanlov kuni keldi. Hop, hozir qolgan komissiya a'zolariga xabardor bo'lish uchun hatta o'qiganingiz bakalavriga magistr magistratura va ish tajribasi qisqacha ma'lumot berasiz. Mandan olingan mas'ul 1994 yil Xorazmda maslahat bo'lganlar oliygohdan Ukraina davlatidagi Xarkovda Milliy farmatsevtika universitetida farmatsiya fakultetini 2013 yildan 2019 yillar mobaynida farmatsevt magistr kvalifikatsiya tugatganman. Shunda polni birinchi kursdan 6gacha tartibda o'qiganmiz, period bo'lgan. Yo'q, shu yerda hujjat kelgan. O'tga borib o'qigan. Shu yerda hujjat topshirib, shu yerda tugatib kelgan. Shu yerda Ukraina. Borib, Xaringa borganman. Shu bo'yicha Rossiyaga hujjatimni ko'chirmasdan shu yerda ekzaminlar o'tib, shu yerda kvalifikatsiya oldim. O'tgan ekzamin hujjatlarni tanib beraman. Shu yil ekzamin chaqirishgan, bu bo'yicha test o'tkazgan. Keyin bundan birinchi martasidan o'tgan. 13 kunida sertifikatni berishni qoldi.
Hozir O'zbekiston Respublikasida nasl tan olinsin deb hujjat. Yaxshi shaklda xususiy davoxonalarda mudir sifatida faoliyat yuritdim. Keyin o'zimizda Toshkent tibbiyot akademiyasi yangiliklar farmakologiya kafedrasida assistent bo'lib, assistent stajyor sifatida 3 oy ishlab, keyin assistent sifatida ishladim. 2021 yildan 2022 yilga qadar. Xorazm viloyatida endi to'g'risi kliniklarda topilmadi. Anaqa maqsad PhD yoshlar maqsadi to'g'risi bu yerda topilmadi. Toshkentda o'qimaganimning sababi bu yerda raqib topish hozir bo'lmadi. Hozir buni harakat boshlamoqda. Markazimizni haqida qisqacha tushuntirib asosiy vazifalar Zaruratlar markazi bu dori vositasi bilan bog'liq barcha jarayonlarni sifatini yaxshilab, aholiga sifatli dori-darmonlar va xavfsiz dori-darmonlar yetkazib berishga eng birinchi masala. GMP, GCP, GLP, GCP, GSP, shular mana Qaysingiz tatbiq o'rganish qilish bo'yicha metodologiyasi? GMP bu yaxshi ishlab chiqarish amaliyoti, GDP yaxshi distributsiya amaliyoti, GPP bu yaxshi dorixona amaliyoti, GSP bu yaxshi saqlash amaliyoti, GCP bu klinikaga qadar amaliyot, GLP bu yaxshi laboratoriya amaliyoti. Klinikaga qadar Klinika. GLP klinika. Molekulani izlashdan boshlanadi. Zaten o'yinlar topildi, qilindi, o'rganildi. O'rganish qattiq boshlandi, praktikaga qo'yilish. ishlab chiqarishga beriladi. GMPga keyin buni yaxshi saqlab turish uchun beriladi. Keyin buni bu yerdan distributorga hammasi yaxshi bo'lsa, distributorga o'tkaziladi. Keyin o'quvchilarga dorixona GMPga o'tkaziladi. Ular dorixonadan mahsulot iste'molchiga qo'shib beriladi. Yana bitta standartimiz bor. Bu bo'yicha ishlagan mutaxassislar shuncha trendni topib ketdi, O'tda stajirovkalar bo'lmaydi. ishlaganman, o'zi qonun ishlaydi. Qattiq ishlaydi. Har 9 bitirdim, aktivasi investitsiya. Bunaqa hech qanday yo'q. Bizda asosiy bu yerda ham sponsorimiz shu yonda o'qishimizdan shular sponsorlar shu zavodga borardik, keyin distributorlarga borardik, keyin ateşli texnologiyaga ko'rsatdik. Xo'p, endi sizni hozir uzoq bo'layotgan lavozimiz bu Xorazm hududiy bo'limlarimizni birinchi xonada asosan Xorazmda ishlaysiz. Xorazmdagi obyektlarning inspeksiyasida jalb qilinasiz. Siz inspeksiya o'qiysiz, faqat
apteeklarda faoliyat yuritish. Xo'sh, mana shu inspeksiya o'tkazish tartibi qaysi hujjatda keltirilgan? Vazirlik Mahkamasining ijroiya qaror bo'yicha bo'ladi inspeksiyamiz. Bu bo'yicha Vazirlik Mahkamasining ijroiya qaror bo'yicha bo'ladi. Tartibot qanaqa bo'ladi? Nima bosqichlardan iborat? Boshdan boshlanadigan bo'lsa, ariza beruvchidan boshlanadi. Ariza beruvchi markazimizga arizalarni taqdim qiladi. Hujjatlar tekshirib ko'rib, agar kamchilik bo'lmasa, kamchilik bo'lmasa bir ish kunda ogoh qilib hujjatlar qaytaradi. To'ldirilgan bo'lsa, yana qaytadan berib tekshirib chiqarmasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, to'lovlarni amalga oshirgandan keyin amalga oshirgandan keyin 7 ish kuni ichida Arizadan keyin shartnoma. ariza topshiradi. Ariza bergandan keyin hujjatlar hammasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, biz korxona markaziy tarafdan shartnoma qilamiz. Shartnoma jo'natilgandan keyin bu yerda hamma narsa bilan tanishtiriladi. Qanday bo'ladi, kim qanday katta bo'ladi, qanaqa to'lovlar bor, hammasi ogohlantiriladi. Shartnoma keyin korxona bilan tanishtiriladi. Shartnomaga ko'rsatilgan summani to'laydi. To'lagandan keyin inspeksiya kuni belgilanadi. To'lagandan keyin 7 ish kuni. 7 ish kuni. 7 ish kundan keyin to'lagan inspeksiyalar o'tkazish belgilanadi. Qanaqa qilib belgilanadi? Inspeksiya o'tkazish kuni muddati bor. Muddati bor. Qancha muddatda belgilanadi? 7 ish kuni ichida belgilanishi inspeksiya. 7 ish kunda belgilanadi. Bu aynan qaysi kuni o'tkazilish muddati belgilangan joyi bor? Tashkilish. Pretsyendentda belgilangan joyiga kelishgan holda. Korxonaga Tashkil ma'qul kelgan. agar korxonada hech qanday mavzu holat bo'lib qolmagan bo'lsa, tayyor bo'lsa, inspeksiya Keyin keyin ogohlantirilgan aynan mana shu bir kun davomida shu bolalarning hammasi yaxshi bo'lsa, inspeksiyaga markazimiz direktor tarafidan buyruq tushadi. Kim qachon soat nechida inspeksiya jarayonida qatnashish haqidagi qaysi kadrlar, qaysi xodimlar borish haqidagi manzilgacha hamma narsasi ko'rsatadi. Qaysi sonli buyruq, tadbirkorlarni ariza beruvchini o'zini arizasi kim haqiga binoan boramiz buyuruvchilar. boradi. Inspeksiya o'tkazishni o'zi nima bosqichlardan iborat? Inspeksiya o'tkazish bu borganimizdan keyin biz birinchi o'zimizni tanishtiramiz. Tanishtirgandan keyin buyruq bilan tanishtiramiz. Qaysi binoan qilganimizdan keyin inspeksiyani qanaqa bosqichlardan iboratligini aytamiz, dasturni beramiz. Inspeksiya dasturini bugun nimalar o'rganishlar qanday bo'ladi inspeksiyamiz shu bo'yicha tanishtiramiz. Bu bo'yicha hujjatlarni tanishtirgandan keyin tanishtirilgan maqsadda korxona rahbari yoki dorixona mudiriga va shaxsga tasnif o'zimizga olib boramiz. Keyin ochilish bo'yicha inspeksiya mobaynida asosan nimalarga e'tibor beradi? Inspeksiya mobaynida asosan dorixonada sifat tizimiga o'zlari ishlab chiqqan sifat tizimiga amal qilish qilmasligini baholash bo'yicha inspeksiya bo'ladi. Birinchi borganimizda ochib turamiz, keyin dorixonaga tegishli bo'lgan bino bilan tanishtiramiz, hududlar bilan tanishtiramiz, asbob uskunalar bilan yetarlicha ta'minlangan yoki sharoitlar borligidan tanishtiramiz. Keyin dorixonada ishlab chiqarilgan sifat tizimi bo'yicha hujjatlar bilan tanishamiz. Xodimlarning bilim malakalari, xodimlarga tegishli bo'lgan hujjatlar, agar dorixona bo'lsa sifatini ta'minlash hujjatlari bilan tanishamiz. Bino va binoga tegishli bo'lgan hujjatlar bilan tanishamiz. Inspeksiya yakunida inspeksiya nimalar bo'yicha biz korxonaga 10 ish kun ichida xulosa beramiz. Inspeksiyada aniqlangan muammolar bo'yicha 10 ish kun ichida hisobot beramiz. Hisobotda inspeksiya davomida aniqlangan kamchilik va muammolar bo'yicha u yerda yoziladi batafsil. Buni aytib ketish mumkin. Inspeksiya jarayonida shu aniqlangan kamchilik va muammolarni shu yerda o'zida o'qib, shu narsalar topilganligini va bu bo'yicha 10 ish kun ichida xulosa beramiz. Xulosa qabul bo'lgan kundan boshlab korxona 90 ish kun ichida aniqlangan muammolarni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbir
oldilanuvchi va ogohlantiruvchi chorrahalar bilan ko'rinishi 92 kun ichida bizga yana qayta qo'yish uchun ariza bilan chiqishadi. Xonadonda joylashgan farmatsevtik tashkilotlarga muddatlarni to'g'ri yetkazishingiz uchun siz o'zingiz aniq bilishingiz kerak, qaysi hujjatga asosan GXP talablarini joriy qilish majburiyati belgilangan va qaysi yo'nalishda qaysi tashkilot GXP kesimida qanaqa muddatda belgilanganligini bilishingiz kerak. Shuni bizga aytamiz, faqat hujjatga asosan belgilangan, qanaqa muddatda belgilangan GXPga majburiy sertifikatlash bo'yicha. O'zbekistonga prezident aniq ko'rsatib qo'ydi. GMP yaxshi ishlab chiqarishchilar GMP uchun, ishlab chiqaruvchilar uchun bu 2024 yil 1-yanvargacha muddat berilgan. Distributorlar uchun 2024 yil 1-iyulgacha muddat berilgan. Dorixonalarda esa dorixonalar beriladi. Ular faqat yakka tartibli dorixona va shoxobcha bitta yoki undan ortiq bo'lgan shoxobchalarga ega dorixonalar. Bu bo'yicha 2025 yil 1-yanvarga qadar ko'rsatilgan. Yakka tartibli dorixonalarga esa 2026 1-yanvarga qadar. GCP bilan GLP standartlariga muntazam 2026 yil 1-yanvarga qadar GCP sertifikatiga ega bo'lmagan omborxona yoki bu GCP emas, GSP. va klinika bilan GLP doklinika laboratoriya. Ilmiy texnologiyaga asosan GXP belgilangan. Yeni muddatda saralashimiz cho'zilgan, GXPga cho'zilgan, GXPga cho'zilgan. GXPning 3ta qolgan 1-yanvarda. Xuddi shunaqa GXP bilan GXPga 1-yanvarda qo'ygan. Yani savollar bormi? Xo'p, qolgan savollardan hech qanday komissiya a'zosi sizga bog'liq qo'yib chiqadi va bu bog'liq o'rtachasi qolgan nomzodlarni olgan ma'lumotga nisbatan bo'ladi bo'lsa, sizni muvaffaqiyatli o'tkazib turib, sizni to'g'risida sizga komissiya a'zolariga e'tirozlar mumkin. Rahmat. Natijasi bo'yicha ko'rishingizni javob Настало ваше чередование. Сам биологический камерой tutib Nаш filtrsiz yo'q, mana filtr. Yo'q, sizdan bo'ladi. Yo'q. Окончил магистратуру в Казанском национальном университете в 2022 году по направлению информационной системы технологий. Во время учебы стажировался по направлению UX UI дизайн. По возвращению работал тестировщиком. Тестировали различные игры World of Tanks.
Там я проработал буквально 3 месяца. После этого я работал в Амурской горном художественном комбинате. Там я проработал год. За год мы реализовали порядка 17 проектов. Отчасти большая из них это электронный журнал, то есть цифровизация, все, что в бумажном виде, перевести в электронный. Основными задачами были посещение объектов производственных, изучение документации, сбор информации, потом структурирование, построение различных таблиц для баз данных, утверждений и построение самого приложения. И дальше это уже реализация, использование его и сопровождение. Выполнял роль инженера-программиста, руководил небольшой группой в количестве 5 человек. В целом, это полностью все. Работал с инструментами Oracle. База данных, так, это вы имеете в виду языки программирования, хранения, то есть хранения, есть различные базы данных, это PostgreSQL, Microsoft SQL Server, помимо этого, есть облачные решения. Он отличается HTTP запрос от HTTPS. HTTPS запрос, если не ошибаюсь, повышенный уровень безопасности. Нежели HTTPS у нас 7000. Нет, не могу. На Linux я работал только как программист. Linux мне нужен был для программирования на языке C, его как виртуальную среду. На Windows это обычные компиляции Active Directory, создание безопасности. Active Directory я понимал только практике, это в университете. Active Directory мы поднимали там на Windows сервере, разделяли на группы, политики различные выдавали. TFTP это служит для того, чтобы создавать API-адреса. Динамическая Google, то мы набираем вместо него можно набрать API-адрес. Вот. Есть 7 уровней модели оси, если не ошибаюсь. Я сейчас всех не вспомню. Транспортная, не помню. Третьего уровня, это второго. Полагаю, что третьего уровня маршрутизацию, то есть можно написать маршрутизацию на уровне. То есть, если то это различные виртуальные сегменты,
для различных групп. Допустим, у нас есть бухгалтерия, отдел кадров, администраторы. Для каждого мы создаем отдельную подсеть, получается. Это и можно на втором, на третьем училище. Так, открытие. Не вспомню. Thanks. Он разработали такой Там различная валютная группа. Точно я не могу сказать, какой этим вопросом не занимался. У меня в основном была задача с кейсов, по которым я должен строго действовать. Ну, если, например, говорить, вот вам нужно войти в игру, набрать какой-то танк с определенными параметрами, провести 3 боя. Если выходят какие-то ошибки, эти ошибки зафиксировать, скриншоты, записать в каком месте, когда и что произошло. Дальше этот отчет формируется в системе Jira и направляется разработчикам. Разработчики находились удаленно, мы с ними общались через мессенджер, использовался Discord, там удобно было. Вот. Там различные были модули, есть World of Tanks, как мобильная, так и десктопная. У меня была десктопная. Вот все получше, да. Ну вот, может, тестировщик податься, уже будет знать, что игру прикладывать, но там будет легко. Да, владею, понимаю, говорю, не совершенствую. Нет, да, для университетов не вроде как отменили это. Ну, если надо, я сделаю. Ага. Ну, у меня есть что мне будет страшно. Как раз государственный язык, да, насколько владеть сейчас плохо. Bu tamamen hava oldu. GPP standartiga asosan sertifikatsiya o'tkazish bo'yicha zamon protsessi noqonuniy o'rganuvchisi va sizning komandangiz tomonidan sterilizatsiya qilinadi. Elektron platforma yaratildi. Shu platformalarni birinchi marta boshlab qo'yish yo'lga qo'yish rejalashtirildi. Bu faqat GPP standarti to'g'ri nisbatan farqli. Hozirda eng katta muammolardan bittasi GCP bilan JUnit standartlarimizni qog'ozbozligi mashinada o'tkazilishi. Shularni sakralizatsiya qilish bo'yicha nima fikr, taklif qilamiz? По цифровизации учета, для начала нужно будет изучить текущий процесс, какие имеет моменты, какие периоды проводятся инспекции, если говорить про GNP или GDP. Необходимо учитывать сроки, то есть на рассмотрение заявки, на формирование договора, на проведение инспекции, на проведение формирование счетов. После изучения этого строится спрос, и необходимо будет провести оптимизацию. То есть некоторые моменты нужно убирать из системы, потому что бумажная версия это по бумагам, а в цифровизации есть возможность в какие-то моменты облегчить для людей. Это введение какого-то реестра. Если в бумажном виде это надо все копить и хранить, а здесь же будет все это оцифровано. И, в принципе, для пользователей, которые будут использовать систему, у них будет минимальное действие, получается, для выполнения определенных операций. И как бы, я бы предложил, чтобы
цифровизацию, как бы быстрее внедрить. А, Это намного облегчит труд. Электронная платформа будет та же. Электронная платформа, если процессы незначительно отличаются, то добавляются определенные какие-то модули, и срок может варьироваться там, в зависимости от поставленных задач и сложности ее решения. Если там какие-то легкие, легко выполнимые задачи, то, в принципе, срок на это не повлияет. Приблизительный срок цифровизации. Если у вас уже имеется система по выдаче сертификатов GPP, то для GPP это сложности никаких не предоставит. Разница будет, может, плюс-минус месяц, чтобы опробовать ее экспериментально и дальше уже запускать в прод. По GMP там немного сложно будет. Причина, потому что GMP это международные инспекции, где процесс уже будет разделяться. Получается, у нас есть международные, есть внутренние, и командировки, соответственно, будут различаться. И есть момент такой языковой интерфейс. То есть документация должна быть как и на государственном, так и на иностранном. Вот. Сложности в этом, в принципе, это тоже решаемо. Порядка 2 месяца может для более углубленного изучения документации по GMP. Схожую систему я уже делал для АКМК. Но там была не инспекция, а командировка, обычные командировки. У них также отличалось на несколько видов. Это внутренние командировки по объектам, внешние по республике и зарубежные. Думаю, GMP, в принципе, по схеме они идентичны. Просто немного различий есть, что там появилась инспекция, это есть наоборот. Наша электронная платформа зарубежных иностранных производителей регистрация работы через эту электронную платформу электронную заявку и получать ответ. И все это документацию Да, такую систему можно сделать. Получается, зарубежных производителей лекарственных препаратов. У них будет свой личный кабинет, в котором они будут получать уведомления, будут хранить свои документы и свои заявки, получается, проверять статусы. И также сертификат будет в цифровом виде. Им не нужно будет направлять по электронной почте или почтовой службе, передавать, распечатать этот документ. Все будет электронным. Сертификат будет подписываться с нашей стороны, регулирующий орган, и будет котироваться у них. И один из самых актуальных проблем, вопросов у нас, это вопрос, связанный с командировочной. Это тоже у нас важный процесс и отнимает очень много денег инспекторов. Данный процесс как-то можно будет сделать электронным. То есть вот у нас как ответила бухгалтерия высчитывает командировочку, расходы, вычисляет карточку инспектора. Инспектор потом по факту делает расходы. Ну, там, или на проживание завтра, и потом по прибытию он сам в сети все высчитывает и поднимает, и после этого составляет разницу и в бумажном виде удается бухгалтерии. Такой же процесс я тоже уже делал. Как было реализовано это в АГМК? То есть после командировки, то есть до командировки мы даем ему планируем. То есть мы планируем поскольку да, приблизительно такая сумма, что мы начислили.
По возвращению, ну, то есть в командировке он расходует определенную сумму, и обязательно условием было, чтобы представление чеков. То есть чек за билет, чек за использование там, такси. Если чек не будет, тогда не будет считаться. Да, Это это траты со стороны Личные, да. Вот так. По возвращению, получается, он заходил в систему, сканировал чеки, добавлял их в систему. Если нужно было, он вбивал калькуляцию, то есть транспортный расход он добавлял колонки по транспортным расходам, гостиницу он добавлял по гостинице расходам, и на питание он добавлял по питанию. Дальше это все суммировалось и выписалось от прогнозирования. И по факту получалась сумма, которую он потратил и которую, допустим, мы либо не додали ему, либо переплатили ему. И дальше это в процессе у нас было как. Либо это удерживается с его зарплаты, либо мы ему дополняем на следующую зарплату. И там два вида было оплаты. Либо на карту, либо на наличку. Если наличка, то он идет в кассу, а если на карту, то просто в системе push-уведомлений, что переведено на карту. Направление опыта имеется. Есть, да. Электронный. Ну, единственное, тут надо границы поставить, то, что эта система не интегрирована с программой 1С или с программой DDoS. Вот, такие моменты. Вот, да. И здесь будет участвовать две роли, получается, это сам инспектор, который делался, и бухгалтерия, которая будет отслеживать и проверять наличие чеков, и потраченных суммах, и выданных. То есть у нас прогноз делается со стороны отдела экспертизы, то есть отдел экспертизы дает прогноз изменений. И можно это сделать так, чтобы вот эти данные уже сразу выдаются в электронном виде через систему. Да. Чтобы бухгалтерия тоже дополнительно не спрашивал у международного отдела, чтобы в системе раз, когда международный отдел приносит информацию, и экспертизы, и бухгалтерия, инспектора могли видеть, сколько была сумма прогноза, и дальше, как вы описали, по факту сканирования чек, и система сама решит. Это можно сделать. В системе, в принципе, несложно. Главное задать параметры, допустим, кому что видно. Если кому-то надо закрыть доступ, закрывается, кому-то если открытым открывается, или по расходам кому-то показать эту часть, кому-то только эту часть. В принципе, это спокойно. Изменение данных. Удаление, если запрашивается по удалению, то удалить, если бизнес-процесс требует, нужно удалить, то мы удаляем. Но все это кэшируется и хранится в лог-файлах. То есть мы можем Мы в любой момент отслеживать, да. кто как. Да, кто когда, в какой момент удалил эту запись. А в базе это все хранится. Да, то есть, знаешь, не сложно. Быстро можно. Ладно. Спасибо. Нет, вопросов нет? Хорошего дня.